Xo'p, mana shu kravatni bugun yig'ib sizlarga obzorini tayyorlab ko'rsatamiz. Bismillah. Bejli rangini obzor qilamiz. Ko'rinishi shu holda chiqadi. Buni ochib olamiz. Chetlarini birinchi to'g'ri turg'izib olamiz. Mana bo'ldi, chetlari to'g'ri o'ziga kelgandan keyin o'rtasidagi knopkani shuni bossak bo'ldi, tayyor bo'ladi. Keyin qolgan funksiyalarini o'ziga joylab bemalol qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu manejimizning polo bo'ladi. Poloni hozir qanaqa qotirilishini ko'rsatamiz. Mana qotirilishiga alohida ahamiyat berasizlar. Uni ko'zingizga shuni tushirib olasizlar. Yo tarafini ham xuddi shunaqa holatda o'ziga tiqib olasizlar. Tayyor temirlarni tiqib qo'ydik. Endi ustiga o'zini matrasini yoysak, mana ko'rsanglar bo'ladi. Ichlari juda ham katta, yollari Ispaniyani kravatiga bemalol ochib ishlatsanglar bo'ladi. Keyin buni mana shu holatda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yollariga e'tibor bersanglar, zamoklari bor. Zamoklardan yechib bemalol mana shu holatda ham ishlataverasizlar. Xo'p, mana shu kravatimizning keyingi qismi lulkasi bo'ladi. Bu lulkasini temiri, buni mana shu kravatimiz tagiga qotirasizlar. Shundan keyin lulkasini bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Key qismida mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana qotirilishi. Shuni chiqarasizlar. Bo'ldi. Endi yoq qismini qotirib olsak, bu tarafini ham qotirib bo'ldik. Mana knopkasini bosamiz, tushadi. Yoq tarafida ham xuddi shu knopkasini bosamiz, tushadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bemalol mana shu holatda ham bemalol tebratib ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi qismi penenarning detali bo'ladi. Bolajonlarimiz kiyimlarini almashtirish uchun maxsus ishlangan, o'ziga qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, mana temirni tiqamiz. Ikkinchi tarafini ham shuni tiqib olamiz. Mana bu yoq tarafi tushdi. Ikkinchi tarafi aylantiramiz. Bismillah. Teglari qattiq, stoykalari juda ham zo'r. Ikkita chetiga shunda bossanglar, mana tushadi. Mana. Xo'p, bu qismi mana shunlarning cho'mchak qismi bo'ladi. Bunga bolajonlarimizni bemalol prispkalarini, pampas, vlajniklarni solib ishlatsanglar bo'ladi. Hozir yoniga bosib ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu detali shunda tushadi yonga. Mana. Ikkinchisi ham xuddi shu detalni bu yoq qismida mana ko'radigan joyi bor. Bo'ldi, mana tayyor bu ham. Ikkita chetiga shuni qo'linglar bilan qismi ham tayyor bo'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham sifati zo'r. Materiallarini otib qo'ysak, mana o'yinchog'i bo'ladi. O'yinchog'ini qo'ysanglar, aylanishlari muzikalniy bo'ladi. Xo'p, buni ham hozir ko'rsatamiz, qanaqa ilinishlari. Mana xohlasanglar bu yoq tarafiga, xohlasanglar bu yoq tarafiga bemalol qisib qo'ysanglar bo'ladi. Mana o'yinchoqlarni sekin yechib chiqarasizlar. Mana o'yinchoqlarni ham taqib qo'ydik. Deyarli 90% tayyor bo'ldi. Bitta qolgan qismi pardasi bo'ldi. Hozir pardasini ham qo'yib ko'rsatamiz. Ularni mana bunaqa holatda chiqadi. Pardani ochib olamiz. Pardalarini tayyor holatga keltirib, tagida o'zini maxsus mana bunaqa qotiriladigan temirlari bor. Shu temirini mana joylariga
shuni tushirib yo tarafini temirga ulab olsak bo'ldi, уже manejimiz bitta hisob. Pardalar yangi bo'lgani hisobiga hozir g'ijim turibdi. Ozgina ochuv holatda tursa, g'ijimidan tushadi. Chiroyli holatga keladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Manejimiz bitta. Juda chiroyli, sifatli manej. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat ko'rasizlar, ishonchli va tez yetkazib beramiz.